Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 74. sure Mudassir. Mekkede nazil bo'lgan 56 oyat. Nəhayət şəfqətlik, mehribon Allah'ın ismi bilan başlayman. Ey vahiy nazil bo'lgan chaqda kiyimiga chumkini vag'uvchi payg'ambar. Tur, insonlarni Allohning azobidan ogohlantir. Parvardigoringni ulug'la, kiyimingni pok tut. Azobdan, ya'ni azobga qoldiradigan ishlardan yiroq bo'l. Ko'p elish niyatida bama, ya'ni bir kishiga biroz sovg'a bersang, uningdan bergan narsangdan ko'proq narsa elishni tama qilma. Parvardigoringning roziligi uchun qavmingdan yetgan arziyatga sabr qil. So'rchilingan vaqt u kun qiyin kundir. Kofirlarga oson emasdir. Ey Muhammad, men tanho yaratgan kishini, ya'ni Valid ibn Mughirani menga qo'yvat. Onunga nurg'un mol berdim. Onunga ko'z oldida turadigan o'g'illarni berdim. Uning obro'yini o'stirdim. Ondan u yana ko'p berishimni tama qiladi. Yo'q, ya'ni uning xolig'ini bo'lmaydi. Chunki u bizning oyatlarimizga qarshi chiqdi. Onunga qattiq azobimni tetitaman. O payg'ambar va Qur'on haqida o'ylandi. Qur'on to'g'riliq nima deyishni va qandoq bo'xton qilishni planladi. La'nat bo'lsinki, u qandoq planladi, yana la'nat bo'lsinki, u qandoq planladi. Ondan u qaridi, ondan qo'shumisini turdi va chiroyini purishtirdi. Ondan iymondan yuz o'ridi, payg'ambarga egishishdan takabburlik bilan boshlatdi. Bu kalomulloh emas, faqat o'gitilgan sehrdir. Bu faqat inson so'zdir dedi. Uni men saqarga yana do'zaxga solaman. Saqarning nimaligini qandoq bilalaysan? U hech narsani qoldirmaydi. Qo'ymaydi, balki ko'ydirib tashlaydi. O cho'nliqidan insonlarning ko'zlariga yiroq musofalardan ko'rinib turadi. Uninga 19 farishta muakkaldir. Biz do'zax muakkallarini faqat farishtalardan qildik. Biz ularning soni bilan faqat kofirlarni sinadik. Toki ahli kitob o'zlarining samoviy kitoblaridagi bu sonni ko'rib, Qur'onning haq ekanligiga iymon etmay, mu'minlarning payg'ambar alayhissalomning bergan xabariga ishonganliklaridan va ahli kitobning Qur'on xabarlarining Tavrat, Injildagi xabarlarga uyg'un ekanligini e'tirof qilganlikdan iymoni kuchaygay. Ahli kitob va mu'minlar buningdan shaklanmaydi. Dillarida kasal bola, ya'ni munofiqlar, kofirlar bu misoldan Alloh nimani iroda qiladi deydi. Allah müşunda xalqan adamni gumroh qiladi, xalqan adamni hidoyat qiladi. Parvardigoringning qo'shini, ya'ni farishtalarning sonining ko'pligini, ularning kuch-quvvatini va ularning yaratilishdagi cho'ngligini faqat u o'zi biladi. Bu yana Alloh bayon qilgan do'zax faqat insonlar uchun vaz nasihatdir. Yo'q, ya'ni u masxir qiluvchilar qabih qilmishdan yonsin. Oy bilan qasamki, o'tib ketgan kecha bilan qasamki, yo'rg'an subihi bilan qasamki, shubhisizki, do'zax balolardan biridir. Uni qandoqmi masxir qilsizlar va uningga chin bitmaysizlar, u insonlarni ogohlantiruvchidir. Sizlardan jannatga ilgirlashni xohlagan yoki do'zaxdan chekinishni xohlagan odamni ogohlantiruvchidir. Har inson qilmishlari tufaylidan do'zaxga mahbusdir. Faqat ashabi yamin, ya'ni saodatman mu'minlar bundan mustasno. Ular jannatlarda bo'lib, gunohkorlardan sizlarni do'zaxga kirgizgan nima deb so'raydi. Ular javoban aytadi: biz namoz o'qimadik, miskinlarga taom bermadik, biz behuda so'z qiluvchilar bilan birga behuda so'z qilatdik. Qiyomat kunini inkor qilatdik, toki biz o'lgich shunda qildik. Shafaat qiluvchilarning shafaati ularga foyda bermaydi. Ular nimishqa vaz, ya'ni Qur'ondan yuz o'raydi. Go'yo ular yo'lvosdan qochgan yova eshaklardir. Yani bu müşrikler Muhammed aleyhisselamni ko'rganda, onundan xuddi yo'lvosni ko'rib qochgan yovvoyi eshaklarda qochadi. Balki ulardan har kishi o'ziga ochiq sahifalar berilishini xohlaydi. Ya'ni ular Allohning Muhammad aleyhisselamga nozil qilingan kitobidek kitob nozil qilinishini tama qiladi. Yo'q. Ya'ni ular mundaq tamadan yonsin, balki ular oxiratdan qo'rqmaydi. Yo'q, muqarrarki u yana Qur'on vaz nasihatdir. Ular o'zlarining baxtiyor bo'lishini ko'zlaydigan bo'lsa, Qur'on ularning vaz nasihat elishiga yetarlikdir. Xohlagan odam uningdan vaz nasihat oladi. Shundaqdimi ular Alloh xohlagandila vaz nasihat ola oladi. Alloh bandalari qo'rqishga tegishli zotdir. Bandalarni mag'firat qilishga loyiq zotdir.